A number of versus the number of. Bugun mana shu grammatikani birgalikda o'rganamiz. A number of tarjimasi ko'p. Undan keyin ko'plik ot keladi. Kesimi ham ko'plikda bo'ladi. The number of tarjimasi larning soni. Undan keyin ko'plik ot farqi kesimi birlikda bo'ladi. Bir qoida o'rgataman. Agar ot so'z turkumiga s qo'shadigan bo'lsak ko'plik, fe'l so'z turkumiga s qo'shadigan bo'lsak, u birlik hisoblanadi. Endi a number of ko'p, the number of larning soni. Farqi nimada ekan? Bittasida kesim ko'plikda, bittasida kesim birlikda bo'ladi. Ikkalasidan keyin ham ko'plikda ot keladi. Example'larni o'rganamiz. A number of students are present in the class. Sinfxonada ko'plab studentlar bor. Muhim joyi. A number of dan keyin students ko'plikda, are kesim ham ko'plikda. Yana bitta misol ko'ramiz. A number of books are missing from the library. Demak, kutubxonadan ko'plab kitoblar yo'qolyapti. A number of dan keyin books ko'plikda, are ham ko'plikda. Keyingisi, the number of students is increasing every year. Har yili studentlarni soni oshyapti. Ko'ryapsiz? A number of dan keyin ham, the number of dan keyin ham ko'plik ot. Farqi bularda ko'plik kesim, bu esa birlik kesimda. Keyingisi, the number of applicants is very low this year. Demak, bu yil abituriyentlarning soni juda ham past. E'tibor qilyapsiz? The number of dan keyin ko'plik ot kelyapti, kesim esa birlikda. O'zimizcha eslab qolamiz. A number of teng keladi manyga, the number of teng keladi total count, ya'ni larning soniga. Agarda o'rgangan bo'lsangiz, kommentariyaga bir dona ikkalasiga ham gap tuzib keting. Tekshirib, xudo xolasa yozaman sizga. Agar sizga har kuni shunday foydali ingliz tili kerak bo'lsa, albatta sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.